Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi darsimizda sizlar bilan yuz mushaklarining ikkinchi qismi, ya'ni ko'z atrofi hamda og'iz atrofi mushaklari haqida gaplashamiz. O'tgan darsimizda biz bosh mushaklarga umumiy kirish qilgandik, ya'ni ularning klassifikatsiyasi va bir nechta yuz mushaklari, jumladan epikranial mushaklar, quloq atrofi mushaklari, burun atrofi mushaklarini ko'rib chiqqandik. Bugungi darsimizda esa yuqorida ta'kidlab o'tgan ikkita mushak guruhlarini ko'rib chiqamiz. Dastlab ko'z atrofidagi mushaklarni gaplashamiz. Ko'z atrofida quyidagi 3 ta mushak mavjud. Ularning birinchisi ko'zni aylana mushagi, musculus orbicularis oculi. Ikkinchi mushak cho'zilgan yoki uzun mushak ma'nosini anglatuvchi musculus procerus va uchinchisi qoshlarni tirishtiruvchi mushak musculus corrugator supercilii mushagi. Mana shu 3 ta mushakni ketma-ketlikda gaplashib chiqamiz. Birinchi ko'z atrofi mushagi musculus orbicularis oculi, ya'ni ko'zni halqasimon mushagi. Ushbu mushak ikkita qismdan tashkil topgan. Uni periferiyada joylashgan pars orbitalis qismi va markazda joylashgan qovoq qismi, ya'ni pars palpebralisdan iborat bo'ladi. Har bir qismni alohida ko'rib chiqamiz, ya'ni ularning birikishi, boshlanishi qismlarini. Dastlab pars orbitalis qismi. Ushbu qism boshlanishi peshona suyagini pars nasalis qismi. Mana bu pars nasalis qismi. Yuqori jag' suyagini peshona o'simtasi processus frontalis o'simtasi va mana bu medial qovoq boylami ligamentum palpebralis medialis. Ligamentum palpebralis medialisdan boshlanadi va tolalari lateralga qarab yo'nalib lateral qovoq boylamiga borib birikadi. Lateral qovoq boylami esa aynan mana shu mushak tolalarini yanoq suyagiga biriktirib turadi. Bu bizda demak periferiyada joylashgan pars orbitalis qismi. Ikkinchi qismi markazda joylashgan pars palpebralis qismi. Pars palpebralisni o'z navbatida ikkita qismi mavjud. Uni yuzada joylashgan qismi va chuqur joylashgan qismi. Pars superficialis hamda pars profunda. Xo'p, pars superficialis qismi boshlanishi hozir gaplashgan medial qovoq boylami ligamentum palpebralis medialisdan boshlanib qarama-qarshi tarafdagi ligamentum palpebralis lateralisga borib birikadi. Chuqur qismi esa demak bu yerda ko'rinmagani uchun bu tarafdan ko'rsataman. Mana bu ko'z yoshi suyagi os lacrimalida joylashgan crista lacrimalis posteriordan boshlanib tolalari lateralga qarab yo'naladi va mana bu yerda yuqori hamda pastki qovoqni zich plastinkasi mavjud, ya'ni tarsus superior hamda tarsus inferiorlar. Aynan mana shu tarsuslarga kelib birikadi, ya'ni plastinkalarga. Ushbu mushakni asosiy vazifasi mana bu yerda joylashgan ko'z yoshi qopchasi saccus lacrimalisni demak kengaytirish. Buni hisobidan esa demak saccus lacrimalisda ko'z yoshi mavjud. Aynan o'sha ko'z yoshini ajralishga yordam beradi pars profunda qismi. Qolgan ikki qism, ya'ni pars superficialis, pars palpebralis va pars orbicularis qismlari birgalikda ko'zni ochib yumish harakatlarini amalga oshiradi. Aynan mana shu harakat. Keyingi ko'z atrofi mushagi musculus procerus. Ushbu mushak cho'zilgan mushak ma'nosini anglatib, mushakning boshlanish qismi burunni dorzal qismida joylashgan fatsiyadan boshlanib, yuqoriga qarab yo'naladi. Mushak tolalari va peshonani
pastki qismida joylashgan teriga borib birikadi. Bu mushakning asosiy vazifasi burun ildizida va glabelladan sal yuqoriroqda gorizontal chiziq, ya'ni gorizontal ajin hosil qilishda ishtirok etadi. Bu esa demak jahli chiqqan odamni yuz qiyofasini ifoda etadi. Va so'nggi ko'z atrofi mushagi musculus corrugator supracelli, ya'ni qoshlarni tirishtiruvchi mushak. Ushbu mushak musculus orbicularis oculini ostida joylashgan bo'ladi. Mushakning boshlanishi mana bu yerda joylashgan sutura fronta nasalisdan lateralda va biroz yuqoriroqda boshlanib, lateralga qarab yo'naladi. Aynan arcus supracellarisni ustidan qoplab olib, mana bu yerda joylashgan o'ng va chap qoshlarni terisiga borib birikadi. Mushakning asosiy vazifasi mana qisqarishga e'tibor beradigan bo'lsak, mediokranial qisqaradi. Mediokranial, ya'ni medialga va kranial yuqoriga qarab qisqaradi. Bu esa burunni ildizi sohasida, yana mana shu sohada vertikal ajinlarning hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Ushbu ajinlar demak insonni biron bir og'riqdan aziyat chekayotgandagi yuz ifodasini hosil qiladi. Endi sizlar bilan og'iz atrofida joylashgan mushaklar haqida gaplashamiz. Og'iz atrofida 10 ta mushak mavjud bo'lib, ularning barchasi og'iz atrofida murakkab mushaklar kompleksini hosil qiladi. Aynan yuqori hamda pastki labni yon tarafda birikish qismida bizda alohida nom bilan ataluvchi mushaklar tuguni hosil bo'ladi. Buni modulus angulioris deb ataymiz. Modulus angulioris bizda mushaklar tuguni, ya'ni mushaklar kompleksi ma'nosini anglatadi. Barcha mana shu og'iz atrofidagi mushaklarning harakat markazi aynan mana shu burchagidan boshlanadi. Ya'ni motor center sifatida aynan mana shu modulusni aytamiz. Endi sizlar bilan mana shu 10 ta mushakni har birini birma-bir gaplashib chiqamiz. Og'iz atrofida joylashgan birinchi mushak og'izni halqasimon mushagi, musculus orbicularis oris. Ushbu mushak quyidagi 3 ta qismdan tashkil topgan. Uni cheka qismi, ya'ni pars marginalis qismi mavjud. Ushbu qism mushakni periferik tolalardan hosil bo'lgan. Ikkinchi qism esa pars labialis qismi. Pars labialis qismi demak bizga lablarga shakl berib turuvchi qism hisoblanadi. Va uchinchi qism demak og'izning burchagida hosil bo'ladi. Buni modulus angulioris deb atadik. Yuqorida ham gaplashib o'tgandik bu haqda. Ya'ni bu og'iz atrofidagi mushaklarning harakat markazi hisoblanadi. Bu chiasmatik qism hisoblanadi, ya'ni mushak tolalari aynan mana shu yerda kesishadi. Mushaklar demak bir-biriga ulanib ketgan bo'ladi va yaxlit bitta halqani hosil qilgan bo'ladi. Marginal qavat qismi ham va o'rtada joylashgan pars labialis qismi ham. Boshlanish va birikish qismlari bir-biriga bog'liq bo'ladi, ya'ni. Ushbu mushakning asosiy funksiyasi demak lablarni bir-biriga yaqinlashtirish, ya'ni lablarni yumish, lablarni tishlarga itarish va demak o'pish harakatini bajarayotgan paytda aynan mana shu mushak ishga tushadi. Ikkinchi og'iz atrofi mushagi musculus levator labii superioris, ya'ni yuqori labni yuqoriga ko'taruvchi mushak. Ushbu mushak boshlanishi foramen infraorbitalisni yuqorisidan boshlanadi mana.
Mushak tolalari pastga qarab yo'nalib, yuqori labni burchagiga borib birikadi va undan tashqari sulcus nasolabialisni terisiga ham birikadi. Mushakning asosiy funksiyasi nomiga muvofiq yuqori labni yuqoriga ko'taradi. Uchinchi og'iz atrofi mushagi musculus zygamaticus minor, ya'ni kichik yanoq mushagi. Ushbu mushak katta yanoq mushagiga nisbatan medialda joylashadi. Mana katta yanoq mushagi. Mushakning boshlanishi yanoq suyagining oldingi yuzasidan boshlanib, yuqori labga kelib birikadi. Mushakning asosiy vazifasi sulcus nasolabialisni tashqi 3/1 qismini yuqoriga ko'tarish natijasida yuzdagi tabassum hamda kimnidir dardiga nisbatan hamdardlik yuz ifodasini hosil qiladi. To'rtinchi og'iz atrofi mushagi musculus zygamaticus major, ya'ni katta yanoq mushagi. Ushbu mushak kichik yanoq mushagiga nisbatan lateralda joylashgan. Mana kichik yanoq mushagi, hozir gaplashdik. Mushakning boshlanishi yanoq suyagidan boshlanib, modiolus angulioris, ya'ni og'iz burchagidagi mushaklar kesishmasiga kelib birikadi. Buni yuqorida gaplashdik. Ushbu mushakning qisqarishi laterokranial bo'ladi, ya'ni harakat yo'nalishi lateralga hamda yuqoriga, ya'ni kranialga bo'ladi. Mushakning qisqarishi natijasida insonda kinoyali kulish yuz harakati amalga oshadi. Beshinchi og'iz atrofi mushagi musculus levator angulioris, ya'ni og'iz burchagini yuqoriga ko'taruvchi mushak. Ushbu mushakning boshlanishi foramen infraorbitalisni ostida joylashgan fossa caninadan boshlanib, og'izning burchagidagi modiolus anguliorisga kelib birikadi. Mushakning asosiy vazifasi nomiga muvofiq og'iz burchagini yuqoriga ko'tarish hamda yuzdagi hosil bo'ladigan tabassumga hissa qo'shish funksiyasini bajaradi. Oltinchi og'iz atrofi mushagi musculus risorius, ya'ni bu haqiqiy kulgi mushagi hisoblanadi. Ma'nosi ham kulgi mushagi. Ushbu mushakning boshlanishi chaynov mushagi fatsiyasi, fatsiya masseterikadan boshlanib, medialga qarab yo'naladi va modiolus anguliorisga kelib birikadi. Mushakning harakati medialdan lateralga qarab qisqaradi va mana bu og'izning ochilish teshigini bu demak toraytiradi va yuzdagi tabassumni hosil qiladi. Yettinchi og'iz atrofi mushagi musculus depressor angulioris, ya'ni og'iz burchagini pastga tortuvchi mushak. Ushbu mushakning boshlanish qismi pastki jag'ni pastki chetidan boshlanib, yuqoriga qarab yo'naladi va modiolus anguliorisga kelib birikadi. Mushakning funksiyasi nomiga mos, ya'ni og'iz burchagini pastga tortadi. Bu mushak funksiyasi hisobidan, demak, xafa bo'lgan, tushkunlikka tushgan odamni yuz ifodasi hosil bo'ladi. 8-chi og'iz atrofi mushagi musculus depressor labii inferioris, ya'ni pastki labni pastga tortuvchi mushak. Ushbu mushak musculus depressor anguliorisni ostida joylashgan bo'ladi. Mushakning boshlanish qismi pastki jag'ni pastki cheti, yuqoridan esa demak pastki labni terisiga borib birikadi. Mushakning funksiyasi labni pastga hamda lateralga tortish funksiyasini bajaradi. Va bu mushak hisobidan esa insonni biron bir narsaga nisbatan bepisandlik, hurmatsizlik yuz ifodalarini hosil qiladi, aynan mana shu mushak hisobiga. 9-chi og'iz atrofi mushagi musculus mentalis, ya'ni iyak mushagi. Ushbu mushakning boshlanishi pastki jag'da joylashgan kurak tishlarini yuga alveolarislaridan boshlanib, pastga
medial hamda caudal yo'naladi va mana bu yerda joylashgan iyak terisiga kelib birikadi. Mushakning asosiy vazifasi pastki labni pastga va oldinga tortish. Aynan mana shu harakatlar hisobidan bizda yuzda kimgadir nisbatan nafrat va hurmatsizlik yuz ifodasi hosil bo'ladi. So'nggi og'iz atrofi mushagi musculus buccinator, ya'ni lunch mushagi. Ushbu mushak qolgan og'iz atrofi mushaklarga nisbatan biroz chuqurroq joylashadi. Mushakning boshlanishi ponosimon suyakni processus pterygoideusini medial plastinkasi bor edi. Aynan mana shu medial plastinkasida hamulus pterygoideus mavjud edi. Aynan mana shu hamulus pterygoideusdan pastki jag'ni internal yuzasiga, ya'ni ichki yuzasiga qarab tortilgan raphe pterygomandibularis mavjud edi. Aynan mana shu raphe pterygomandibularisdan boshlanadi bu mushak. Medialga qarab yo'nalib, mana bu yerdagi modulus anguliorisga kelib birikadi. Ushbu mushakning asosiy funksiyasi mushak qisqarganda iyaklar tishlarga qarab qisqaradi. Bu esa og'izdagi ortiqcha havoni tashqariga chiqarib olish funksiyasini bajaradi. Undan tashqari chaynov mushaklari qisqarganda, ya'ni chaynash akti bo'lgan paytda yanoqlarni qisilishini oldini oladi aynan mana shu mushak. Mana o'rtoqlar, ko'z atrofi hamda og'iz atrofi mushaklarini batafsil gaplashib chiqdik. Keyingi darsimizda sizlar bilan chaynov mushaklari haqida gaplashamiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Salomat bo'linglar.